الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama Al-Faqih Al-Muhaqqiq Al-Murajjih Abul Husayn Ahmad ibn Muhammad Al-Quduri rahimahullah yazgan Muhtasarul Quduri namlıq bu kitapdan biz ijara babida turibmiz. Biz oldingi darsda ijara babiga kelgan ve yerini to'xtab qoldik. Bugungi darsimizda ham shundan davomi. Hamda hozir deydigan narsamiz bo'lsa taat ibadetlerge, taat ibadet kılışka başkalarını icariga elish ve taat ibadet kılıp hak elish ve günah mesiyet kıldırış için başkalarını icariga elish ve onundan günah mesiyet kılıp hak elish. Bu halal bulamdı bulmamdı degan mesele hakkında söyleyemiz. Musannif rahimahullah deydi ki وَلَا يَجُوزُ الْاِسْتِعْجَارُ عَلَى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ وَالْحَجِّ. Azan aytib bilishga, takbir tushirib bilishga namozga, takbir iqomat degan namoz takbir tushirib bilish yoki namoz o'qib bilish, imomlik qilib bilish deganni qilsam, men iqomat degan takbir ham azonga nisbatan iqomat degan takbir. Ammo uni namoz o'qib bilishga desak bo'ladi bo'lsa, azon aytib bilishga, takbir tushirib bilishga, namoz o'qib bilishga va haj qilib bilishga boshulab demiş bir adamni ijaraga elish joiz bo'lmaydi. Siz men uchun haj qilib bilasiz. Siz men uchun haj qilib bilasiz. Haj badal emas bu. Haj badal boshqa narsa. Endi bir adam haj qilishdan ojiz kelsa, shu hajga ketadigan butun rasxutni, ketadigan pulni yana bir farz haj qilib bo'lgan odamdan biriga siz meni o'rnimda haj qilib bersangiz deb haj qilish. Ojiz kelganda, haqiqiy ojiz kelganida. Ama bir adam aziz gelmedi. Çünkü vakti yetmeydi o. Onu kendiden bir adamga siz men uchun haj qilib qo'ying. Meni ma'qulmi siz bilmem. Siz men uchun Qur'onni manish tamom qilib bering. Sizga ma'qulmi bilmem. Siz men uchun takbir tushib bering, takbir namozga. Sizga ma'qul bilmem. Siz men uchun namoz azan etib bering, ma'qul bilmem. Deb yani siz men uchun namoz o'qib bering, sizga ma'qul bilmem deb muash to'xtatish. Yani imamlar, muazzinlar ve şu her qanday bir dini ibadetni haq elib turib qilish ve bundan muash edish, onu haq to'xtatish, boshqalarni ijara edib ishirtish. Bu joiz bo'lmaydi. Endi bu qanday gap desa, bizning mazhabimizda bundan ikki qawl bor. Biri qavlus salaf, mazhabning ilgirki ulamolarining, fuqaholarining qavli. İkincisi kavlul halaf. Keyingi ulamalarning qavli. Bizning mazhabniki, yani İmam Quduri g'ichi bo'lgan salaf ulamalar. Quduri min salaf şu ama Quduri Hanafi mazhabi olimlarining ichidagi nima qatorida bo'ladi o? Salaflardan, xalaflardan emas. Salaf ulamalar. Salaf ulamalar nima degan? Azan aytib berib pul haq ilishga, takbir tushirib, haj qilib, har qanday bir ibodat qilib haq ilish nima joiz bo'lmaydi deb nima qilgan? Fatvo chiqarishgan. Endi keyingi xalaf ulamalar desa, xalaf ulamalar hozirgi zamonning o'zgarib ketganiga qarab, ya'ni agar imomlarga, muazzinlarga va taat ibodat qilib turgan odamlarga agar ba'zi ishlarda haq bermasa, ya'ni dinniki ishi ta'sir bo'lib qolganligi, imomlik qilib turgan odam yo'q chiqmaydigan, muazzinlik qilib turgan odam chiqmaydigan, bolalik o'tadigan odam chiqmaydigan. Yamiz pul topman deb kelsa kim qiladi bu ishni? Masalan, muyundaq zamonda muyundaq boylar insof yo'qolib ketgan ekan, agar maosh to'xtatmasmi, asli boylar jamoatlar ularniki hadiya, sovg'a salomlar bilan zakot mollarini to'liq ayirib, ularning hol ahvolini xabar etish kerak. Asli qoida bo'yicha, asli payg'ambar zamonasi bo'yicha kelgan bo'lsa, ahli ilmlar, muazzin, yani din yo'lida mangan rahbarlarga hech qanday pul g'ami bo'lmaydi. Chunki pul topgan tijoratchilar ularning hol ahvolini, hadiyalarini, pul molini, sadaqatlarini, zakotlarini
ve hediyelerin, nefes sadakatlerin hemini bir xabar tutsa, bu pul tapısın buludu, maaş almışsın buludu tabi. Lekin, bu anda kılmağalık için kına kılış gelgemde, şunu adam maaş ilişka, hak ilişka, bunun mecbur yapmalı. Eğer hak almışsın dese, bu dinin içi devamlı için ve toktap kaldığına ahval çekilip kalmak için, çünkü bu ama hazır zamanda. Kim halep ilim ala, hak alsa nime, caiz ve icar geliş hem şunda kişilerin imamlarını, muazzillerini, yani ibadet kıpırdıgan. Mesela bir adam Kur'an tamam kıpırdıgan sizge, Kur'an'ı 10 tamam kıpırdıgan sizge 100 riyal bilmezsin, 1000 riyal bilmez digendek adamlar kıpırdıgan adamını icar alsa buludu digen. Ki halep ilim ala çıkar. Benim bir şey kaydıgan olsa ikinci karşısak bir şeyde. Müşahede Kasım bin Kutulbuğa deydi ki hâzâ cevabul mutekaddimin. Bu mutekaddiminlerin bizdeki Hanefi mezhebi alimlerindeki ilgili alimlerimizin cevabıdır. Ve ecazehul muteahhirun. Ama keyinki ulemalar bunu icazet bergen. Hidayeti mundaq degan deydi. Ve bizning bazı maşayihlarimiz Kur'an o'rgatishga, qorilarni ijaraga edishni yaxshi deb sanadi. Ve aleyhil fetva. Yani fetva şunu istihsan yolundan bunu ne deyimiz bunu istihsan deyimiz hem de. Şunu mu? Yani asli bir hüküm an keyinki yeni bir ahval qalab turib undan yaxshi hükümden birisi bilirse bunu istihsan deb ataymiz. Qiyasniki qiyas xafi deb atildi istihsan degan. Biz qiyas zahir bunun kendini qiyas zahirin hükmü başka. Keyin qiyas xafi yeni bir delilni qarasak bununki yaxshilik qilinib qolsa bu qiyas zahirini qo'yib qiyas xafiy yutash deb ataladi. İstihsan deb ataladi. İstihsan bilan nima qildi? Qur'on o'rgatishga qorilarni ijaraga kelishni yaxshi deb qaradi. Ve aleyhil fetva. Fetva shunga berildi dedi sahib hidayet. Ve atamat İmam Nesefi ham shunga itimat qildi, mush qavlga. Ve Bahrul Muhit degan kitobda dediki, taat ibadetga ijaraga kelish, taat ibodat qilish uchun boshqalarni ijaraga kelish joiz bo'lmaydi. Kur'an o'rgatishga o'xshash, fiqh o'rgatishga o'xshash, imomatchilik va uning o'rnidan chiqib o'xshash dedi. Va ba'zi ashablar mutaakhirin, endi bizning mutaakhir keyingi ashablarimizning ba'zisi javozu zalik. Shuni joiz sanadi. Nimishqali kesin nazil insonlar vurmilab ketganlik uchun va ularning ehtiyoji kundalik ehtiyoji eshib ketganlik uchun. Zaxira nomli kitobda dediki, Balx mashayihlari Kur'an o'rgatish uchun qorilarni, ustozlarni ijaraga olishni joiz deb sanadi. Yani ijaraga olish degan gap, ya'ni ular maosh bo'lish degan gap. Hozir tilimizda maosh bo'lishni. Agar uni muddat belgilasa, ya'ni oyga 3000 riyal masalan. Oyga 3000 riyal deganda bu cho'qim bo'lish kerak. Cho'qim bir ma'lum muddati bo'lish kerak. Ish qilib o'qitsangiz pul beramiz deb andın xalsak 5000 verimiz, xalsak 3000 chiqib Allohning bag'ini beramiz deb anda ma'lum muddat belgilamasa bo'lmaydi. Bunchalik vaqtimiz pul berman deyish kerak demoqchi o'saydi. Ve aftau bi vujubil musamma inda adam al-istijar aslan. Endi ular ijaraga kelishni bo'lmasligida chuqur musammoni atash kerak, atash vojib dedi. Endi agar muddatni zikr qilmasdan ijaraga olgan chaqda bular aftau bi vujubi ajr misl. Yani ajr misl, yani shu qorimning o'xshash qorimdan birisi Qur'onni qancha pul maosh olib o'tgan bo'lsa, shuni vojib ekanligini fatvo berdi keyingi olimlar. Va shuningdek bizning zamonimizda fiqhni o'rgatishga ham haq olishdan joiz ekanligini fatvo beriladi deydi. Demak, xolos kalam ve fil Ravda degan kitobda debdiki, kana Şeyh Abu Muhammad Ceracili mundaq deydi. Bizning zamonimizda imomga, muazzinga va muallimga haq olish joiz. Ve Fataval Kubra degan kitobda Qur'on o'rgatish, miros qoidalarini o'rgatish, vasiyatlarni hisoblash va undan g'ayrida bi ajrin o'shalarning hammasini ajrga, ya'ni haq olib qilsa joizdir. Kaza an-Nusayr ibn Yahya. Nusayr ibn Yahya'dan shunday rivoyat qilingan. Qala Abu Leys Samarqandi dediki ve bihi na'khuz biz mushqalni tutamiz dedi. Ve qala Sadru Şeria rahimahullah ve lem yasihha lil ibadati kal azan. Yani azan o'qish, imomatchilik qilish, Qur'onni o'qitish degandek ibodatlar durust bo'lmaydi. Ve yuftal yawm bi sihhatiha. Bugungi kunda buni durust deb fatvo beriladi dedi. Sadru Şeria. Demak,
Bizdeki mezhep ulemalarımız yani kavl iki. Selef ulemalarımız bulmaydı degan, halaf ulemalarımız degan buludu degan. Endi biz qanday qilamiz? Degan vaqtida agar amal bo'lsa, agar maash almasimi o'zininki ustozlar masalan, imomlar masalan, maash almasimi agar buniki boshqa bir yaxshi kirim joyi bo'lsa, maash almag'ini yaxshi. Ammo boshqa kirim yo'l bo'lmasa, asl buli bo'ladi. Buli bo'ladi, hech qanday masala yo'q. Vel g'inai ve nevhi. Endi yani naşqa aytib berish uchun odamlarni ijaraga olish va nevh yig'lab berish uchun masalan bir meyitni bir uylab qolsa, qadimgi zamonda maxsus yig'lab bergan odamlarni pul berib turib aytgan ketgan. Uni haq berib turib yig'lab bergan odam, voy dadam, voy akam deb yig'lab bergan odamlarni, yani demakchi o'g'ini bu yerda bizga bir qoida bir o'tib quduri. Taat ibodat qilib turish uchun bir kimni ijaraga olish la yajuz. Günah masiyat qilish uchun bir kimni ijaraga olish nima la yajuz. Ammo fatvoda shu desa, hozirgi zamon fatvoda taat ibodat qilish uchun ijaraga olish joiz, lekin günah masiyat qilish uchun ijaraga olish joiz emas. Bu bil ittifoq. Ve la tecuzu icaratul musha'i inda Abi Hanife emdi. Ortak bir mülkni ijaraga berish Abi Hanife rahimehullah'ın göz qarashida joiz bo'lmaydi. İlla mineşşerik. Fakatlam şerik qilgan ijara bas bo'ldi. Buni degan gap, masalan, bu yerdagi o'rtaq mulk degani ayrılib bo'lmaydigan. Mav falanının, mav fulanının, mav falanının peyi, mav fulanının peyi deb ayrılıb bo'lmaydigan, yana masalan o'rtaq mulk. O'rtaq mulk ma? Demak, hammasi şerik, o'rtaq. Maddi birgimi şerik, maddi birgimi şerik. Tam ayrılıb bo'lmaydigan. Shunday narsani ijaraga berish joiz bo'lmaydi. Ijaraga berish joiz bo'lmaydi. Lekin faqatlam kim ijara bas bo'ldi? Şerikiga. Aş o'rtaq sherikniki ikki sherik bo'lsa, ikki sherikning birisi ijarasini olsa bo'ladi. Ammo boshqa odamlarga ijara berilmaydi. Abu Yusuf ma Muhammad rahimahullah ijaratul musha'i jaizatun dedi. Yani o'rtaq mulkni ijaraga berish joizdir dedi. Fatvo kimning qavliga deyilsa, fatvo bu masalada Imom Azam Abu Hanifa rahimahullah'niki qavligadir. Ve yecuzu emdi yeni bir mesele ve yecuzu isticaru z'iri bi ucretin ma'lumetin. İnik ana z'ir denge murdi'a yani bal yemitadigan inik anını ma'lum ish haqqi bilan ijaraga olish joiz bo'ladi. Ve yecuzu bi ta'amiha ve kisvetiha ve inik anıniki yemek içmeki ve kiyim kichkini bilish bilan joiz bo'ladi. Yani inik anadan birini sizga biz haq beramiz deb ijaraga olsa joiz. Yoki sizga biz tamoq yemak ichmagingizni beramiz, kiyim kechgingizni beramiz deb balamni emitib bersiz desa ham joiz. Va laysa lil musta'jiri. Ammo ijaraga oluvchining inik anining erini u inik anini vati qilishdan, jimo qilishdan to'sib qo'yishi joiz emas. Endi men nima deb agar bir er bilan munosabat o'tkazsa, yine qo'zab ko'tarib qoladi, qo'zab ko'tarib qolsa buni suti buzilib qoladi. Shuni bilan deb yaxshi iyongni aloqa qilmaysa deb tusanmaydi. Buni tusash huquqi yo'q. Endi xo'sh, fa in habilat am tusanmagandan keyin bu bilan munosabat o'tkazib, habilat degan gap bu inagani qo'zab ko'tarib qolsa, ya'ni homildor bo'lib qolsa, kana lahum ay yafsahul ijara. Ularning kimdan, ya'ni li awliya'it tifl, ya'ni kichik bolaninki, imidigan go'dak bolaning ilgilarining ijarını buzuş huquqi bo'ladi. Ijarını buzish uchun nima? O'zlab ijarını buza oladigan bir ijara qilib qo'ygandan keyin yo'lliq shariatda o'tirgan yo'lliq o'zlab bo'lsa ijarını buza oladi. Ammo yo'lliq o'zlab bo'lmasa-chi ijarını buzolmaydi. Bu shu o'zlarining biri qasi, ya'ni agar bolani imitib beradigan ayol qo'zaq qayta qo'zaq ko'tarib qolsa, o chaqda ayolning suti buzilib qoladi. Balkim bolaga ziyon qilishi mumkin. Şu sebepten bulaniki icarını buzuş hukuki buludu. İza khafu yani şart şu ki iza khafu ala sabiyyi min labaniha yani küçük balığa o ayağının sütünden korksular. Ve aleyha en tusliha ta'amas sabiyyi. Emdi kuşumça yani bir kişi bir adam balam nimetip bir iniganını icarga alsa bu ayağının üstüge billi vacip olgan bir narsa, kuşumça vacip olgan. O vasan ve en tusliha ta'amas sabiyyi. Bu küçük balındaki yemeklikini tayyorlab berish. Yani unuğa fakat tutlab yemetib bilan boshqa narsa bermayman bo'lmaydi. Chunki uniki butunlay ishini aşağı topshirgan bo'ldi-da, uydagilar. Anadan keyin yemetidu ham boshqa yemeklik boshqa tamoqlarni bilish kerak. Gadinga vojib o'xshash.
Ve in erda'athu fil muddeti. Ama deyişken muddette, imitiş muddetinde bu ayol bu balını koyunun sütü bilen, hazırkı paraşok, hazırkı süt paraşokları bilen mesela imitken bolsa fala ecralaha. O ayolga iş hakkı verilmeydi. Çünkü nöşetleşken sizniki sütünüz imitmende. Bu koyu sütü, kalı sütü degende paraşoklar bilen bu balını bekleyen bolsa bununla iş qanday hak verilmeydi. Endi yana bir mesele malını iş hakkıga tutup qilish. İş hakkını deb malını tutup qilish qanday mesele deydi. Ve kullu sani'in li amelihi eserun fil ayni kel qassar ve sabbag. Endi saniyede hünerven. Her qanday bir hünerven ki bu hünervenning ameliniki malning üzüde tesiri var. Yani malning üzüde tesirini köz bilen kögülüp buladigan tesiri var hünervenniki. Ameliga mesela kel qassar qanday hünerven bo'lsa kel qassari ve sabbag mesela üçtüger ve buyakçı. Kim Irak'ın üçtü kılıdığan, urup akatıdığan üçtüger ve buyakçı okşaş. Yani bunu kılan işi malının üzüden mi kıldığan aynı diyen malı. Malının üzüde kürülüdüğan. Munda hüneven lefelehu diyen anda hünevennin eyyahbisel ayne diyen malının üzünü ba'del farag bekala poğan üzünden emelidin bekala poğan diyen üzünden işidin bekala poğan diyen tutup kaliş hakkı var. Hatta yestevfiyel ucra diyen iş hakkını kamil tuluk tavşur etpoğuca. Yani iş hakkını tuluk tavşurib bo'lgan kadar ishini qilib bo'lgandan keyin masalan hozirgi zamondagi nima deymiz biz saypon deymiz kiyim tikadigan tikuvchi raqtdan birini tiksa demak bu asli bu raq bergan keyin qarasak bu raq nimaga aylandi bir kiyimga aylandida ko'ylakka aylandi demak ko'zimizdan buniki shu tikuvchining qilgan ishini bu yerda ko'rdik ha masalan bu yoqchi desak buni biz oq raq berdik raqni qizil qilib berdik bu yoq raqni ko'zimizdan ko'rardik bu shundoq ya'ni qilgan ishda şu qilgan emgiginin ta'siri ko'riladigan izi ko'riladigan ish qiladigan hünerverlarning nima qilish haqqi bor ya'ni molni tutib qilish haqqi bor qachongacha pulni kamil topshirib bo'lguncha endi lekin buning qarama qarshisida mesela hammal bir narsa ko'tarib beradigan kirakash faqat bir narsa yo'tkab beradigan bir anasiga apilashmaydigan faqatlam bir narsani bir yerga yo'tkab beradigan bunda ishlamchilar bor bunda hünerverlar bor bunda odamlarniki hüküm buna o'xshamaydi. Ularniki malni tutib qilish haqqi yo'q. Malni kamil topshirib bo'lguncha malni tutib qilish haqqi yo'q. Tamam o'zi qanday pul olmamdi desak, bu yerdagi sabab nima? Samara ixtilofni chiqargan meva nima samara desa, agar bunda malni tutib qilish haqqi odamning qo'lida mal agar halok bo'lib qolsa, buni to'lam kelmaydi. Kimga? Malni tutib qilish haqqi bor bo'lgan odamga to'lam kelmaydi agar bunda o'zi halok bo'lsa. Anda madem halok qilmay, o'zi halok bo'lsa. Ama malını tutup qilish haqqı yo'q adam malını tutup qalsa şu. Bu agar halok bo'lib qolsa uni gani to'lam ketadi. Tushunammi? Farqi shu. Shu inchiki farq bor. Sizga qassar degan fil ayn. Hamda va man laysa li amalihi athar hamda. Uning amalining qilgan ishining asri bo'lmagan. Uniki asri malda uning qilgan ishining asri bo'lmagan odamlar masalan falaysa lahu uning ayyahbisal ayna bil ujrat degan malni ish haqqiga molni tutib qilish haqqi bo'lmaydi. Masalan, kel hammali vel mallah. Hammal narsalarni bermay yo'tkab beradigan kirakashlar, hammallar vel mallah kimichilar masalan. Hozirgi paroxodni egalari masalan molni bu yerdan ilib, portni ilib, bu portga tashib o'tkazib beradigan paroxodlarning egalari degandek u odamlarniki nima qilish haqqi bo'lmaydi? Molni tutib qilish haqqi bo'lmaydi haqqini olish uchun. Chunki nima ish qilganda agarda ish haqqini olib qolsa nima bo'ladi? Agar halok bo'lib qolsa bu odam to'laydigan chiqadi. Endi hozir yana bir masala shartul amal bi nafsihi. Masalan bir odamga siz mashni o'zingiz qilib berasiz deb shart etgan bo'lsa masala bo'lsa, buni agar o'zi qilmas qanday bo'ladi, o'zi qilsa qanday bo'ladi? Va idza sharata ala as-sani' ay ya'mala bi nafsihi. Ya'ni agar endi hünavanga siz bu ishni o'zingiz qilib berasiz deb shart etgan bo'lsa, falaysa lahu ya bu hunavanning o'zining g'ayrini ishitish haqqi bo'lmaydi. Shigitlarga tashabbus bo'lmaydi. Usta saypon tikuvchi ustamga siz mayaqda siz o'zingiz tikib berasiz deb bir odam rahbargan bo'lsa, shuning bilan bu ustam o'zi tikmay shigitlarga tikkizgan bo'lsa, bu odamning qanday qudraqini to'latish haqqi bo'ladi. Bu odam men siz o'zingizga tikilgan tikpanni to'lab bering raqamni deb raqamni to'latish haqqi bo'ladi. Demak, o'zingiz tikib berasiz deb bergan bo'lsa, uniki boshqa odamlarni ishitish haqqi bo'lmaydi.
فإن أطلق له العمل أجر manını siz könektik bilen de gelmeyi küçüğün yanına. Manını könektik güzettim. Dep gelse könektik bilen. Deplam gelse siz diye gelip katmayın. Könektik desem bulut diye dep gelgen bolsa. Felehu uniki başka adamlarını şu işini kıpırdığın adamlarını icra geliş hakkı bulundu. Yani başkaları tıkırsa bulundu. Emdi ve izâ ihtelefel hayyâtu ve sahibu thawbi fekâle sahibu thawb. Mesela emertuke en te'amelehu qabâen ve kâlel hayyâtu kamîsan. Mesela emdi hayyat bilen tikücü bilen rahının ilgisi ixtilaflı şifası. Qanda dep kişi rahının ilgisi dese men sizni çapan tikip berishga bo'lgandim desa. Tikuvchi qilib, yo'q men siz ko'nglak tikishga bo'lgandingiz. Qaba degan nima? Teshib keladigan chapan. Chadir deb qo'ydi. Ya'ni teshib keladigan chapan. Yaxshisi men sizga chapan tikib berib bo'lgan desa, saypun tikuvchi yo'q siz ko'nglak tikib bering, ko'ylak tikib bering deb bo'lgan desa, yoki avqala sahibi thawb lis-sabbagh masalan. Rahning egisi boyaqçıga sabbaq degan boyaqçıga men sizni buni qizil bo'yab bering degan qizil bo'yab berishga bo'lgan edim desa fasabbaqtahu asfar men sizni qizil bo'yab berishga bo'lgandim siz buni sariq bo'yab qolibsiz desa fal qawlu bu yerdagi gap kimning gapi gap bo'ladi ya'ni rahning egisining gapi gap bo'ladi ma'ayaminihi degan rahning egisini qasami bilan birga qozi nima ish qiladi rahning egisini qasam ichishga buyuruydi qasam qilganmisa deb shunga gapi kuchliga bo'ladi. Çünkü fe in halefe eğer rahigisi qasam içse fel hayyatu daminun uçaqında oldu tikkuchi damin tülem tüleydi. Yani hata qilganlik uchun tülem tüleydi. Ve iza qala sahibu thawb amiltahu li bi ghayri ujratin. Şu gap şu rahigisining gapi gap qasam ichish bilan birga agar rahigisi qasam içse hayyatni ish qiladi uçaqda tülem tüleydi. Rahniki hatta tikib qo'yg'oniga yoki bo'yoqchi xato bo'yab qo'yg'oni tülem tüleydi. Ve iza qala sahibu thawb amda rahning egisi bundaq desa amiltahu li bi ghayri ujratin. Siz mana uni haq ammasdan tikib berdiganga tikib bergan. Siz mana bu rahni haq ammasdan tikib bergan shu men sizga bergan desa ve qala as-sani hunayvan yoq bi ujratin men haq ab tikib bergan bo'lgan desa yine bu şunda halattimu fel qawlu sahibi thawb. Rahning egisinin gapi gap bo'ladi. Qasam ichishdan billah Abi Hanifa rahimallohning ko'z qarashida. Yani bu şunda aytdi bu. Yani Abi Hanifa rahimallohning ko'z qarashida rahning egisinin gapi gap bo'ladi. Nima ish qilsa? Al-mudda'i qasam ichidi. Nima? Javobgar. Da'vogar qasam ichidi. Javobgar nima ish qiladi? Hujjat keltiradi. Shuning uchun nimaniki hujjat yo'q buni hamda agar da'vogar javobgar hujjat keltira olsa yaqinda masalan ya ba'zi kamera bilan bo'lsa isboti bo'lsa keltiradi isboti bo'lsa yaxshi bunda degan deb isboti bo'lsa da'vogarning gapi kuchli nima javobgarning gapi kuchliga agar hujjat keltiramiz nima ish qiladi da'vogar qasam ichadi da'vogarning gapi gap bo'ladi va da'vogar kim da'vogar rahning egisi. Ve Ebu Yusuf rahimahullah deydi imkanı halifen eğer halif bo'lsamdi bu rahning egisi halifen lahu degan gap ama Hünervenniki xilidari degan gap bunda cho'pqi bo'lsa cho'pqat degan gap doimlik xilidari doimlik narsa oladigan doimlik kelib turadigan doimlik xilidari bo'lsa falahul ujratu degan gap nimaga shaqqi falahul ujratu shaqqi elish uningdir deydi. Yani kimdan Hünervenning shaqqi elish huquqi bordir. Ve illem yekun halifan la agar uning doimlik xilidari bo'lmasa fala ujrata la uning shaqqi elish huquqi bo'lmaydi. Ve qala Muhammed rahimahullah İmam Muhammed rahimahullah dedi ki imkana sani'u ma'rufan agar Hünerven ma'rufan bi hadihi san'a degan mushu sanoatida mushu hunar bilan tunilgan Hünerven bo'lsa an ya'mala bil ujrati yani shaqqi elib ishlaydigan hunar bilan tunilgan odam bo'lsa davomli mushu ishni shaqqi elib tikadigan odam bo'lsa fal qawluhu gap buning gapi gap bo'ladi. Innahu amilahu bi ujratin yani kimning gapi gap shu hunarvanning gapi gap bo'ladi. Qandoq
Men buni shaqqi ep tikib turganga deyishgan degan gibi gap bo'ladi. Hozirgi zamonimizda men cho'g'andim shu Imom Muhammad rahimullahning gapi intayin muvofiq deb o'ylayman. Ya'ni bir odam to'xtamay shaqqi ep tutib tikib turgan odam bo'lsa, uni keyin bir bilan shaqqi olmaydigan bo'lgan degan gapda shu shaqqi ep turgan gapini kuchli qilsak bo'ladi. İmam Azam demek çoğun gibi men çoğun demdi. Yani mesela bakın bir adam yaxni bir adamga yaxshi gap bermaydi u. Ya'ni men yaxshi gap bergan, men yaxshi tikib bermaydigan bo'lsa mumkin yani. Mumkin. Shuning uchun qasam ichsa, uning gapi kuchli bo'ladi deydi. İmam Abu Yusuf'ningki qavlicha mesela İmam Abu Yusuf agar xiridor bo'lsa, yemish kilon xiridor bo'lsa, nimaniki, Munavvarning gapi gap. Agar tunji qadam kelgan odam bo'lsa, kimning gapi gap? Rahligisning gapi gap deydi. Abu Yusuf rahimahullah demek çoğunda çünkü bir adam yemiş bir yersin bir kağıt tikip vermeydi. Bir katın bir kağıt tikip vermesi mümkün. Bir katın, tuncu katın bir kağıt tikip vermesi, haksız tikip vermesi mümkün. İkinci katın bir yakasını olmaydı ne haksız tikip vermeydi de. Şunun için demek. İmam Abu Yusuf rahimahullah'ınki kavlumu intayin akıllı muvaffak. Hem 204. nimede İmam Ebu Hanife'nin delili hidayede güçlendirildi deydi. Hahirzade El-Fetva İmam Muhammed rahimullah'ın kavliga debdi. Demek ki yerde Hahirzade'nin kavlida Fetva İmam Muhammed rahimullah'ın kavlida debdi. Hoş el vacibu fil icaratil fasidati emdi. İcari fasitda, icari fasit hoş bey fasit olganda fasit buzuq icari qabul qilmaydigan shartlarni qo'yish icari fasit bo'ladi. Icari fasitda vacib bo'lgani nima? Ajrul misl, ajrul misl. O'qishning ajri, o'qishning haqqi. Bir odam icari fasit ijro qilgan bo'lsa, bunun qanday bo'ladi, buni shaqqa ish masalasi esa, shuni o'xshagan narsa bilan ketadi, qancha pul ijro qilgan bo'lsa, shuncha pul. La yatajawazu bihil musamma degan, bu o'qish bilan nima deb ketmaydi, atalgan musammoni deb ketmesi kerak. Mesela bir oyunu 500 ming riyalga oyligini 1000 riyalga olgan bo'lsa, bu ijara fasit shartlarini qo'ygan bo'lsa, ijara fasit dedikmi? Shuning bilan bir oy o'tib ketgandan keyin bu shaqqini qanday qildi desa, qanday deb atalgan 1000 riyaldan ishib ketmagan miqdorda, ajr misli, ya'ni shu oyga o'xshagan oyni qancha pul olsa, 700 riyal, 800 riyal, hatto 1000 riyal satsa 1000 riyal olsa, lekin 1000 riyaldan ishib ketsa bo'lmaydi. 1000 riyaldan ishib ketsa 1000 riyal oladi. Ve iza qabada degan bir masala qo'rg'o'jayiniki shaqqiga qachon layoqatli bo'ladi, qachon ola oladi, qachon erishtirishlik bo'ladi desa, va idza qabada al-musta'jiru amdi ijaraga odam qo'rg'o'jayini quliga olsa, fa alayhi al-ujratu quliga olganni tortib, uniki nima qilish va uni gadinga shaqqini qaytarish lozim. Shaqqini berish lozim. Va illam yaskunha garchi bu qo'rg'o'jayda o'zi turmusimi? Qo'rg'o'jayda o'zi turmusimi oldima ismiga gadinga gücep ki şart emas. Mager intar mühim gap. Men og'am bilan o'tirmadim, menga gap emas. Oldim satdim deb bog'langandan tortib, xolos. Andi. U yerda o'tirsin, gadinga shaqqini vojib qilasiz. Fa in ghasabaha g'asibun min yadihi saqatat al-ujra. Agar hamda bir odam bir narsani ijaraga olibdi, ijaraga olib ming'ish uni qo'ldan o'g'ir bulonchidan birisi olib qochgan bo'lsa narsani bulonchi saqatat al-ujra to'g'ri shaqqi saqit bo'ladi. Gadandan shaqqi saqit bo'ladi. Shaqqini to'lay saqit bo'ladi. Bu masalada bu birinchidan badaydi. Falau ajraha al-g'asib bulvaga odam uni ijaraga bersa, andiki maliga uni ijozat bersa, mal haqqini to'liq qilishdan burun bo'zdirish bo'ladi. Bu ish haqqi malning egasiga bo'ladi. Agar undan keyin bo'zdirish bo'lmaydi. Mesela ko'p ekan. Xo'sh, endi va in vajada biha ayban. Yana bir masala. Ijarani buzish o'zlariniki babimda bu. Agar bir odam malda aybni topsa, ya durur bir sukna, bir odam uyni men ijara qildik, uyni men ijara qilibdi. Uyni birini ijara qilib, bu uyda o'tirsa buning ziyon yetkazadigan aybdan birini tepdi. Ko'rib qolibdi. Falawul fasq buning bu ijarani buzish huquqi bo'ladi. Putlab bo'lmasın pulni qaytib olaydi. Va ila xarabatid dar hamdi. Agar uniki o'tirgan qo'rosi buzilib ketgan bo'lsa, xaroblab ketgan bo'lsa, yoki inqata'a shirbud day'a masalan shirbud day'a degan gap, day'a degan ard, ya'ni termiq yer, ziraat degan yer. Yerning ichidigan suyi, yerni masalan har navbatda aylab keladigan navbatlik suyi bo'ladi, suv keladi, yerni sug'urish uchun. Shu suyi uzilib qolsa, yer ijaraga olgan bo'lsa,
yerning suvi uzilib qolgan bo'lsa, bir qo'lo joyni ijaraga olgan bo'lsa, bu qo'lo joy buzilib ketgan bo'lsa, xaroblab ketgan bo'lsa, hatto unda suvi uzilib qolgan bo'lsa, uni ham suvi tuki bo'lmasa masalan, tuki uzilib qolgan bo'lsa hozirgi zamonda. Avin qata'al ma'u an raha masalan, tugmandan suv uzilib qolsa masalan, suv tugmandan suv kelgan suv uzilib qolsa, hozirgi zamonda tok uzilib qolsa, tok masalan odam yashaydigan hozirgi zamondagi narsa uzilib qolsa, ijara buzilib ketadi. Ya'ni ijarani buzib pulni qaytarib berib boshqaga berishimiz va huquqi bor iste'molchilarning. Va idza mata ahadul mutaaqidayn, ikki aqdalash kuchi, ikki savdo kelish kuchining biri ulab qolsa, vaqad aqadal ijarati nafsi. Halbuki bu ijarani o'zi uchun qilgan, ya'ni bir narsani o'zi uchun ijaraga olgan yoki o'zining nomidan ijaraga bergan bo'lsa, in basaqatil ijara, bu ijara buzilib ketadi. Birisi o'lgan ham ijara buzildi, amaldan qoladi. Agar bu narsani o'zining g'ayri uchun ijaraga olgan bo'lsa yoki o'zining g'ayrining ismidan ijaraga bergan bo'lsa, buzilmaydi. Masalan, bir odam o'zining bolasiga bir narsaga ijara bergan bo'lsa, bu odam ulab qolgan taqdirdami, bu ijara kuchliga bo'ladi. Agar bir odam bolasining nomida bir narsani ijaraga bergan bo'lsa, bu odam ulab qolgan taqdirdami, bu ijara kuchliga bo'ladi. Ammo o'zining nomida elib yoki o'zining nomida bergan bo'lsa, bu odam o'lgandan keyin ijara buziladi. Va yasihu shartu al-khiyar fil ijara. Ijarada xiyarni shart qilish durust bo'ladi. Men ixtiyorlik huquqini. Ya'ni men 3 kungacha ixtiyorlik huquqim bor. 3 kungacha agar xohlasam uyni olaman, agar xohlasam olmayman. Agar xohlasam 3 kungacha huquqim bor, 3 kungacha uyni sotaman, xohlasam sotmayman deb ixtiyor qilish huquqi bo'ladi. Va tanfasiqul ijaratu bil a'zar. Ijara o'zrilar bilan buziladi. Ya'ni yuqoridagi ya'ni shariat o'tirib qo'ygan o'zrilar bilan nima qiladi? Buziladi. Masalan, u o'ziga tuvandikicha. Kaman istajara dukkanan. Bir odam o'xshab bir odam do'kondan bir bozorda bir do'konni ijaraga olibdi, liyattajira fi. U do'konni tijorat qilish uchun. Fadhahaba maluhu. Buning mali yo'qolib ketibdi degan gap, halok bo'libdi. Ya ziyon tortibdi, ya o't ketibdi, yo'qolib ketibdi. Mali yo'qolib ketgan bo'lsa, bu odamniki ijarani buzish nimasi bo'ladi, haqqi bo'ladi. Va kaman ajjara daran. Va bir odamga o'xshashki, masalan, bu bir ho'ylini ijaraga beribdi. Ho'yladim bir qo'lo joydan birini ijaraga beribdi. Ev dükkandan yoki bir do'konni ijaraga beribdi, summa aflas. Bu do'konning egisi pulsiz olib qolibdi. Vayron bo'libdi, pul yo'qolib ketibdi. Va lazimathu va uningga tihi pul muflislab qo'yishdan sirt buni bir minch qarzgadanga qarz kelibdi. La yaqdiru ala qada'iha illa min samani ma ajar. Yani o'zi ijaraga bergan narsaning pulidan boshqa bu qarzni ado qiladigan narsasi qolmabdi. Ya'ni bu qarzni to'layman desa chuqum, shu ijaraga bergan narsaning pulisini bashunga bersa bo'ldi ekan. Ayni darajada bo'lib ketgan bo'lsa, fasahal qozi nima qiladi? Bu kelishim, bu savdo ijara kelishimini, aqli ijara kelishimini ijara to'xtamini buzudi va ba'aha degan shu do'konni yoki shu o'yli aramini mush qarzni ado qilish haqida sotib qarzni ado qiladi. Mushunda vaqtimi yana ijaraniki buzilishniki o'zisi qadar keldi. Va kaman istajara dabbatan li yusafir alayha. Bir odamga o'xshashki, bir ulardan birini mashina yoki bir ot eshak degandek ularni safar qilish uchun, uni ustiga minib safar qilish uchun ijaraga olibdi. Summa badalahu min as-safar. Badalahu degan gap, andiki uningga badalahu ra'yun akhar, g'ayra safar degan bo'ldi. Ya'ni uniki safar qilishdan boshqa bir ra'y oshkora qilibdi uningga. Ya'ni buni maslahati o'zgarib qolibdi degan gap. Ya'ni safar qilish maslahati o'zgarib, safar qilmaydigan bo'lib qolibdi. Bilak bir ish chiqib qilib, boshqa bir ra'y kelib qolibdi. Tavva uzrun, bu o'zri bo'ladi. Nimishqa? Chunki bu odam o'zi safar qilgan olgan, safar qilmaydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun bu o'zini buzalaydi. Nima demak, ijara kelishini buzalaydi. Va in badalil muamda agar mukari, ya'ni shu ularni ijaraga beruvchiniki safar qilishdan bir ish chiqqan bo'lsa, ularni haydab ijara qilgan odamniki ish chiqqan bo'lsa, falaysa zalika bu o'zri bo'lmaydi. Nimishqa desa, chunki ularga beruvchi, ijaraga beruvchi o'zi bormay qolib qolsa, boshqa bir odamni avatalaydi uningda. Boshqa bir odamni siz mana uchun bir paytda u avatalaydi. Lekin ijaraga oluvchi uchun desa, ijaraga oluvchi safar qilishni oldida o'zi bormasa, nima ish qiladi, nima kasrab bo'ldi u. Shuning uchun bu masala shunday, ya'ni bu o'zri bo'ladimi, o'zri bo'lmaydi. Shuni degan biz Allohning fazli bilan ijara bobi tugadik. İnşallah kirdiğin hafta şu günü babında alımız inşallah ve ahir davana elhamdülillah.